savobli ishni har kim qilish kerak, har kuni qilish kerak. Bugun biz Bunya jamoasi bilan ko'chadagi mana shu o'nqir-cho'nqir chuqurlarni yamashga kirishdik. O'rtoqlar, biz asosiy qo'ldan kelgancha katta chuqurlarni yamashga harakat qildik, lekin bizning niyatimiz bor, shu ko'chani yopib boshidan oxirigacha mana shu chuqurlarni yamab asfalt qilish niyatimiz bor. Shu niyatga qo'shilganlar kommentariyaga zo'r belgisini qo'yib, bitta tirs etib like chani bosib qo'yamiz.